Aladinli, mikronovka, duxovka, fonli mebel bo'ladi. Bu yoq tomonda ham fonli mebel bo'ladi. Mablarimiz yopilib ketadi. Yoqimli ishtahasilarga. Bu yerda eshik bo'ladi. Yuradigan eshikdan qilamiz bu yerda. Skardomimizdan mana shunaqa qilganmiz. Mana bunaqasiga bundoq shkaf tushadi. Bu yoq tomonda ham shunaqa bo'lgan mana. Bu yoq tomonda mana shunday tushadi. Mana bu tomon bambuk paneldan bo'ladi. Shkaf bilan birga yo'g'irlashib ketadi. Zonamizga mana bunaqasiga shkaf tushadi. Tepasiga kartinka ilinadi. Koridor zonamizga shkaf tushadi. Oyna bo'ladi. Kalt qo'ygan joy pufika bo'ladi. Zoldagi zonamiz, ikkita birramiz bor. Oynasini qo'ydirdik. Bu yerda ham bambuk panel bo'ladi. TV zonamiz. Mana shunday yarmida bu yog'iga shkaf bo'ladi. Tegalarni ham mana shunday qoldirganmiz. Shkaf razmerda. Bu yerda taram-taram bo'lib shkaf bo'ladi. Basharasi oyna bo'ladi. Hammasi millimetr, santimetrga qarab o'lchab qilinadi. Proyekt bo'yicha, dizayn bo'yicha. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa shunaqa proyektlar qilib, topshirib beramiz.